O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brend-ku. O'zbekiston brendi deb turib mashinalarni maqtanib sotishamikin chet elda. Xudo xolasa bunaqa vaqtlar ham kelib qoladi. Hozir nima bo'yicha nomer 1-miz? Ko'p narsa O'zbekiston nomer 1. Faqat siz nemisni nomer 1 brendlaridan bo'lgan Mercedes Yeshkasini shaharda o'qib yurish uchun bosib olib tursangiz bo'ladi. Yaqin kunlarda biz ham O'zbekistonda ishlab chiqarilgan deb maqtanib chiqamiz, xudo xolasa. Qarang, bu Yeshka 300 ekan. W214 kuzov, ya'ni Yeshkaning eng oxirgi kuzovi va haqiqiy nemis borka AMG line pozitsiyaga. Shunaqa pozitsiya bor ekan, takoy. Bufferlar o'sha AMG bufferlar shunaqa sifat bo'lar ekan. Keyin komplektatsiya ham maksimum full bo'lar ekan. Loslasak ochilishlariga maza qilaman. Poli panorama, buyurmasdan akustika sistema, abduf griflargacha bor. Head-up displeychi mana bor. Mana Boshimanni mana shunday head-up displey. Laboyda hamma narsani ko'rib turasiz. Bundan tashqari, akrobat tablosi ham 3D ekan. Bundan tashqari Face ID bor. Mana 3-chi hyperscreen monitorlargacha bor. O'rtada yana bitta monitor. Mashina 4000 km yurgan, 4000. Haqiqiy gibrid xohlamaydiganlar uchun haqiqiy benzinli mashina. Michelin ballonlarda imami diskasi ham ko'ryapsizmi? Xizmat diskalarida ekan. Ballonlar kerak bo'lsa sizga yumshoq ballonlar Asko do'konlaridan topsangiz bo'ladi. Asko bu do'kon, bir dona ballonning brendi emas, do'konning nomi va u yerda juda ko'p xil brend ballonlarni sotishadi. Esingizda qolsin. 4 ta ballon tortadi. 4000 yurgan 2024-yilning oxirida ishlab chiqarilgan ekan. 11-oy. Deyarli 2025 degani. Adashmasam buni yengilari 110 mingdan qimmatda E300 lar. Bilsangiz kerak, E300 larni surishtirib ko'rgansiz benzinlilarni. 4000 probeg, mana shu kapot, krilo, yangi detal taqilgan ekan. Strashniy bo'lmagan ekan, navaga bir narsa bo'lganda yangi detal taqib olgan ekanlar. Srochniga 81900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Bosib oling. Maza qilib yurishga o'qib yurasiz. 200 emas, 300 bu.